Uyingizda bir marta bo'lsa ham kuygan chiroq almashtirgan bo'lsangiz, sizga yiliga $100 ming to'lagan tayyor ish bor. Mayoqlar kemalarga yo'l ko'rsatuvchi, dengizdagi xavfli hududlardan ogohlantiruvchi baland minoralardir. Ular qirg'oqdan uzoqda, ba'zida toshlar ustida yoki kichik orollarda qurilgan bo'ladi. Mayoq ishchisining asosiy vazifasi mayoq chirog'ini soz holatda ushlab turish, har kuni chiroq va mexanizmlarini tekshirish, aloqa vositalarini kuzatib borish, ob-havoni qayd etish, ba'zida favqulodda vaziyatlarda yordam so'rash yoki yordam berish. Ko'p hollarda mayoqda bir kishi ishlaydi. Ijtimoiy izolyatsiya, ruhiy tushkunlik, depressiya, hatto aqliy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Mobil aloqa har doim ham bo'lavermaydi. Kitob o'qishga zo'r imkoniyat bo'ladi. Ekstremal ob-havo sharoitlari, kuchli shamol, dovullar, to'fonlar va yirik to'lqinlar mayoqni urib ketishi mumkin. Bu paytda ichkarida qolib ketish oziq-ovqat va suv zaxirasining tugashini olib keladi. Dunyoning eng yolg'iz mayoqlaridan biri La Jumen Fransiya yaqinida bo'lib, to'lqinlar mayoq balandligiga qadar uriladi. Fotograf Jean Guichard 1989-yilda shu mayoqda kuchli to'lqinlar fonida ishlayotgan odamning mashhur suratini olgan. Bu mayoqdagi xavf darajasini ko'rsatib turadi. Bu videoni uyda yillab chirog'ini almashtirmagan tanishingizga jo'natib qo'ying.